Xitoyning atalmış yuqumni nolga tushirish bahonasi bilan Sharq Turkiston xalqining uylariga nazarband qilish, maxsus tayyorlangan atalmış ayrim qamash o'rinlariga majburiy qamab qiynash qilmishlari xalqaro jamiyatga oshkorlangan bugungi kunlarda Xitoy rejimi oz qo'yganni oz deb hech qanday isinish uskunlari bo'lmagan zallarga solab Sharq Turkiston xalqini so'g'uqda qiynamoqda. 15 dekabr ijtimoiy uchur vositalari orqali tarqalgan bir necha senda oshkorlanishicha, Xitoy Sharq Turkistonning ma'lum bir viloyatida zo'r turkumdagi xalqni sharoiti nachar cho'ng zalga ayol cho'ng kichik demasdan qammagan. Kishilar mazkur atalmış ayrim kuzatish markaziga yuk taqlari bilan ko'chirib kelingan. Yana bir senda rahimsizlik bilan qamalgan yuzlagan kishining qattiq sovuqdan qo'shlab yotgan ipini olganligi, zalning tozalik sharoitining nihoyat nachar ekanligi ko'rsatilgan. Yaqinda Qozog'istonning Olmaota shahridagi Qozog'iston Fanlar akademiyasida Uyg'urshunos, Adobiyotshunos Savod Mollavotov tug'ilganligining 90 yilligiga bag'ishlangan yumaloq ustal yig'ini bo'lib o'tdi. Yig'inda Qozog'istonda emas, balki uning sirtidami tonilgan tilshunos, adabiyotshunos olimlar, tarixchilar, ilm sohasining boshqa vakillari so'zga chiqib, olimning emgaklari va uning insoniy fazilatlari haqida o'z fikrlarini o'tirg'a qo'ydi. Amerika bilan Xitoy o'tirisidagi zo'r hajmlik texnika urush kun sari kuchaymoqda. Amerika Xitoyning aqliy iqtidorlik ko'chma uskunlaridan tortib, urush qurollarigacha nurg'un sohada Xitoyni jazolamoqda. Amerikaning Xitoyga qarata o'zak eksportini kontrol qilish siyosatini e'lon qilishi bilan Xitoy bu sohada xilma-xil to'sqinlikqa duch kelmoqda. Navbatda bu masalada Xitoyga davomli jazo yurgizayotgan g'arb davlatlaridan boshqa Yaponiya va Gollandiya Xitoyga eksport cheklamasi qo'yishi mumkin ekan. Oqsaroyning davlat bexatarlik maslahatchisi Jayik Sullivan Amerikaga yaqin ikki o'zak bilan ta'minlaguvchining Bejingga jazo yurgizish plani borligini aytdi. Amerikaga joylashgan sog'lomlik o'lcham va baholash tadqiqot o'rnining yangi mo'ljalariga qaraganda Xitoyning virusga qarshi qattiq cheklamalarni tuyuqsiz bo'shashtirish sababli kelar yili Xitoyda 1 milliondan ortiq odam o'lib ketishi mumkin ekan. Reuters agentligining xabariga qaraganda 4-oyda Xitoydagi yuqumlanuvchilar eng yuqori chekka yetdi ekan. Qazo qiluvchilarning soni 322 mingga yetdi ekan. Mazkur organning direktori Christopher Morayning aytishicha, taxminan 3dan 1 qism Xitoy nopisi shu vaqtda yuqumlanar ekan. Yana bir tarafdan Xitoyning eng chong shahri Shanxayda Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning ko'payishi sababidan maktablarda yiroq musofirlik ma'rifining boshlanganligi xabar qilindi. Amerika Markaziy istixborot idorasining boshlig'i William Burns tunugini Amerika taratqullarining ziyoratini qabul qilib savollarga javob berdi. William Burns Xitoy shirkati tadqiq qilib yasab chiqqan TikTokning Washingtonda endish paydo qilganligini, buning Amerikaning davlat bexatarligiga haqiqiy tahdid ilib keladiganligini aytdi. Xitoy Tayvan jiddiyligiga diqqat qilgan Burns, Xitoyning kelgusi 10 yilda Tayvanga mudofaa qilishi mumkinligini o'tirg'a qo'ydi. Amerika Tashqi ishlar ministerligida Xitoy uyi degan nomdagi yangidan Xitoy maslashtiruvchi ishxonasi ta'sis qilingan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika Tashqi ishlar ministerligi Antony Blinken 16 dekabr kuni shaxsan o'zi bu ishxonaning ochilish marosimiga riyosatchilik qilgan. Amerika Tashqi ishlar ministerligining 16 dekabr e'lon qilgan yozma bayonotida Xitoy maslashtiruvchi ishxonasi, ya'ni Xitoy uyi Amerika hukumatining bizning Xitoy Xalq Jumhuriyati bilan bo'lgan raqobatimizni mas'uliyatchanlik bilan boshqarishimizga kafolatlik qiladi. Shundaqla bizning ochiq ham ko'p taraflamalik xalqaro sistemaga bo'lgan qarashimizni olg'a suradi deyilgan.